Hammaga salom. Bugun iPad olmoqchi bo'lgan odamlarning eng qiziqtiradigan savoli, ya'ni iPad Air'ni o'zi yetadimi yoki shuncha pul qo'shib iPad Pro olish kerakmi? Keling buni bugun ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari Apple'ning aksessuarlarining narxini ko'rib, birozgina shokka ham tushishingiz mumkin, chunki bitta dona pensel va klaviaturaning narxi o'rta miyoni smartfonning narxidek keladi. Xo'sh, bu chindan ham o'z puliga arziydimi yoki siz faqatgina brend uchun pul to'laysizmi? Keling buni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi navbatda planshetning o'zi haqida gaplashamiz. iPad Air bu 90% odamlar uchun ideal variant. Ichidagi M seriyali chip sababli juda tez ishlaydi. O'yinlarni ham, videolarni ham, kundalik ishlarni ham bemalol ko'taradi. Agar sizga planshet o'qishga, kinolar ko'rishga, oddiyroq dizayn va hujjatlar bilan ishlashga kerak bo'lsa, Air bilan bemalol cheklansangiz bo'ladi. Ammo iPad Pro umuman boshqa daraja. Bu yerdagi OLED ekran, 120 Hz chastota va ultra kuchli protsessor shunchaki uchadi. Agar siz professional montaj qilsangiz, og'ir 3D grafikada ishlasangiz yoki ekranning o'ta silliq ishlashi siz uchun muhim bo'lsa, Pro'dan boshqasiga ko'zingizga ko'rinmaydi. Endi esa eng qiziq joyiga o'tamiz, ya'ni Magic Keyboard va Pencil haqida gaplashamiz. Nega bir dona Apple Pencil bunday qimmat turadi? Bu shunchaki oddiy plastmassa ruchka emas. Ichida qanchalik qattiq bosayotganingizni, egalish burchagini va hatto qo'lingiz ekranga tegib tursa ham ajratib oladigan datchiklar bor. Rassomlar uchun bu xuddi haqiqiy qalamdek gap. Lekin shunchaki shpargalka yoki konspekt yozish uchun olmoqchi bo'lsangiz, narxi ancha qimmatlik qiladi. Magic Keyboardchi deb savol beradigan bo'lsangiz, tugmalari xuddi MacBookdek yumshoq bosiladi. Trackpad bor, iPadni uzukka ko'z qo'ygandek tutib turadi, lekin tan olish kerak, narxi baribir arzon emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz planshetdan maksimal tezlik va albatta professional natijani kutayotgan bo'lsangiz, iPad Pro modelini sizga tavsiya etishimiz mumkindir. Agar sizga oddiyroq model, kundalik hayot uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, iPad Air modelini sizga tavsiya qilamiz. Aytgancha, uydan chiqmay, bosh qotirib o'tirmasdan bemalol Macbro.uz saytiga kirib yoki Macbro filiallariga kelib, mana shu iPadlarni o'zingiz ko'rib, o'zingizga yoqqanini tanlashingiz ham mumkin. iPad Air yoki Pro, siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va Macbro sahifasiga obuna bo'lishni unutmang.